Папочка, привет! Я пришел домой. Sartarosh o'g'lim keldiki. Папочка, привет, как дела? Ой, мамулька, лазит. Ой, тетя Няня, сейчас bilan o'ynayman, skalka chaladi. Voy. Qani? Hamza, tez uyima keling. Hozir uyimda qon to'kiladi. Нет, вот так делай. Hamsiya? O'g'lim sartarosh degandingiz-ku? Sartaroshga mana 3 yildan beri endi ko'raman-da buni. Папочка, я не сартараш, я стилист, понятно? Stilist ekan. Блин, мамочка, это что такое? Men bugun sizni shunday красивая qilaman, adam bugun oqadilar. Mani yuragim ko'tarmaydi buni. Urib o'ldiraman hozir mana. Ay, to'xtang. Hamsiya, urmang bachani. Ana shu urib o'z bachani jiyli qilgansiz. Urmang, yaxshi gap bilan tushuntirsa bo'ladi-ku bachaga. Menga qara, jiyan. Sochingga qara, kiyimingga qara. Senga shu yarashib turibdimi? Erkak qilgan, mujik qilgan ish qilsang bo'ladi. Bor sochingni oldir, yugur. Jonim, men даже kech qotganimda ham yugurmayman. Voy, yuzingizdan aylanay, sevishingizni ko'raylik. Hamsiya, sizni bachangizni men ham ursam bo'ladi? Soling. Senga nerish qilmang, yaxshi bo'lib ketadi olamman. Bo'ladi nasib etsa. Mayli Hamsiya, ya домой. Mayli, paka. Chiroyda u yagona